Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga mana shunaqa kapala yasashni o'rgatamiz. Bizga sabzi kerak bo'ladi. Sabzini mana shu qalin taraf kerak bo'ladi. Bu taraf kerak emas. Bu tarafi. Bu tarafini to'g'riysizlar. Bu yoq tarafini ham to'g'riysizlar. Bu yog'ini ham. Bu yoq qismini mana shunaqa qilib olib tashlaysizlar. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Sabzilar mana shunaqa bo'lishi kerak. Mana yon qismini olib tashladim. Endi bunisini pichoq bilan mana shunaqa qilib chiqamiz. Boshidan oxirigacha olib chiqamiz. Mana shunaqa ingichka olasizlar. Ikkinchisi ham ingichka bo'lishi kerak. Mana. Endi mana bunday ochiladi. Ochilish holati bu. Bu yoq qismidan emas, bu yoq qismidan bunday qilib olasizlar. Bitta. Mana. Bu yog'idan bo'lsa bitta. Keyin mana shunaqa qilib qo'yasizlar. Mana. Juda oson. Kapaligimiz tayyor.